100% Adlerda dominant makonlardan so'raganmidingiz aka? Mana siz uchun to'g'ib qo'ydim. Ya'ni bu yerda 400 dan ortiq Adlerda dominant zotlarini 100% li makonlari joylashgan, hurmatli aka-ukalar. Mana boqyapmiz va aynan o'limdan o'tgan hamma vaksina privkalari bo'lgan kasalliklarga qarshi emlangan, boqishga, tashqi sharoitga tayyor holatdagi adlerlar sotuvga chiqarilyapti. Hurmatli aka-ukalar, bular haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Videomiz sizlarga yoqsa albatta like bosishni va kanalda yangilar kanalga obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'ragan bo'lardik. Bo'lmasam sizlarni kuttirmagan holda biz videoni boshladik. Bular dominant adler bo'lib, hurmatli aka-ukalar, tuxumlash ko'rsatkichi bo'yicha Cerebresti adlerlardan bir pog'ona yuqorida bo'ladi. Lekin har bir narsani ustunlik jihati bo'lgani kabi quyi jihat ham mavjud. Ya'ni bular bilan adlerda chiroy jihatidan taqqoslaydigan bo'lsa, ya'ni Cerebresti adler bilan dominantlarda Cerebresti adlerlar chiroyliroq. Ya'ni ularda oqlari alohida, qora marjonlari alohida chiroyli holatda bo'ladi. Bularda qoralari esa biroz shuvalganroq holatda bo'ladi. Lekin tuxumlash ko'rsatkichi bo'yicha Cerebresti adlerlar yiliga 260 ta atrofida tuxum beradigan bo'lsa, bular 310-315 tagacha tuxum beradi. Ya'ni ikkala zotda ham o'zimizda sotuvda mavjud, faqat Cerebrestilar tugab qoldi. Ya'ni birini ikkinchisidan ustun jihati va past jihatlarni ham aytib o'tyapmiz. Kimga qaysi birlaridan kerak bo'ladigan bo'lsa, zarur bo'ladigan bo'lsa, albatta qilib beramiz. Endi kommentariyada juda ko'pchilik bularni kurki bo'ladimi degan savollarni ham berishyapti. Yo'q, hurmatli aka-ukalar. Bularda asosan tuxum yo'nalishidagi parranda bo'lgani uchun kurk bo'lish foizi juda past. Misol uchun 100 ta boqadigan bo'lsangiz 4 ta 5 tasi kurk bo'lishi mumkin. Asosan qolganlari tuxum yo'nalishida bo'lganligi sababli faqat tuxumlash bularda vazifasi. Endi manzilimizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida joylashgan bo'lib, xo'p, narxlari esa 60 ming so'mdan optimiga olinadigan bo'lsa, ya'ni bu yerda 400 dan ortiq jo'jalar bor. Agarda donaga xarid qilinadigan bo'lsa, hurmatli akalar, 30 ta, 40 ta, 50 ta, 60 ta bo'lib, narxlari 65 ming so'mdan. Agarda kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastiga raqamlarimizni chiqarib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib xarid qilishlaringiz mumkin. Dastavka xizmatlari esa bizda agarda uzoqdan ko'rayotganlar bo'lsa, kelishilgan holda, albatta ikki tomonning kelishuviga asoslanib turib, dastavka xizmatlarini chiqarib beramiz. Unda ham Samarqandgacha, ya'ni masofa uzoq, kun issiq bo'lganligi sababli Qoraqalpog'iston, Xorazm tomonlaridan ham aloqaga chiqyapti. Ularga dastavka qilib berishimizda ozgina iloji yo'qroq. Shuni ham hisobga olib qo'yishlaringizni so'ragan bo'lardik. Hurmatli aka-ukalar, sizlarga taqdim etadigan video roligimiz va ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni va kanalda yangilar kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.